Assalomu alaykum, berning xalqim, berning texnika obunachilari. 22-mart karvondamiz do'stlar. Bu yerda bir zdaniyamiz bor edi. Bir qat bir solingan joy bor edi. Shuni biz tashlab, ana mishga itarib tashladik. Ostini mana joy o'ringa taqlab berdik. 19 risk ketdi toza to'proqdan. Joy o'rnining noli taqlandi, polni tramvasi bilan zo'r etib, tep-tekis etib ishlab berdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Berning texnikadan uzoqlashmaymiz. Kanalning rivoji uchun bir like'larni ayamaymiz. Kundalik istoriyalar qo'yib boramiz do'stlar, ko'rib boramiz. Bu podpisчик do'stimiz Pravdadagi buzilgan joyning ostindagi to'proqni oldirdi bu yerga. Aytacağım, просто arzon variantda kelib qoladi. Aniqdan chiqqan narsani bu yoqqa to'kib berdik do'stlar. Budjetniy variant bo'ladi-da. Finansiy yog'idan qiynalmaysizlar hech kim ham. Arzonroq to'g'ib berdik buni. Yayib berish xizmati bilan kelishildi. So'ng unday baqadan to'g'ilmay qoladi. Shunday momentlar bo'lib qoladi. Bizlar qo'ygan istoriyadan kuzatib borsanglar, shunday manfaatli, foydali videolar chiqib turadi do'stlar. Kimga to'proq kerak? Просто atvalga to'kib tashlaydigan to'proqlar ham chiqib qoladi do'stlar. Ishlarga omad, hammangizning kunlaringiz xayrli o'tgan.